Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon onaxonlar. Bugungi videomizda siz pensiyangizni qarzlar sababli butunlay yechib olinishidan qanday himoya qilish mumkinligi va bu borada yangi qonunlar sizga qanday kafolatlar berishini batafsil bilib olasiz. Eshitdingizmi? Pensiyangizni tortib olishga harakat qilishsa ham, endi sizga hech narsa qoldirmasdan keta olishmaydi. Endi nafaqangizga teginishning o'ziga xos chegaralari bor. Bu qanday o'zgarish va aynan siz uchun nima anglatadi? Keling, birgalikda chuqur ko'rib chiqamiz. Siz butun umr tinmay mehnat qildingiz. Yillar davomida davlatimiz rivoji uchun o'z hissangizni qoshdingiz. Fabrikalarda, dalalarda o'qituvchilikmi, shifokorlikmi, farroshlikmi, qayerda bo'lmasin, halol peshona teringiz bilan rizq topdingiz. Farzandlaringizni o'stirdingiz, ularga ta'lim berdingiz, ularni jamiyatga foydali insonlar qilib tarbiyaladingiz. Endi keksalik gashtini surish, nabiralaringiz bilan vaqt o'tkazish, ozgina bo'lsa ham xotirjam yashash o'rniga har oyda pensiyangizdan ayrilish xavfi bilan yashash adolatdanmi? Pensiya bu shunchaki nafaqa emas, bu sizning hayot yo'lingiz, fidokorligingiz, vatan oldidagi xizmatingiz uchun berilgan hurmat va ehtiromdir. Va aynan mana shu hurmatga xavf tugilganida yurak achishi, g'azablanish tabiiy. Men sizning har bir som uchun qancha ter to'kkaningizni, qancha mashaqqat chekkaningizni bilaman. Balki sizning ham shunday holatlarga tushib qolgan tanishlaringiz, qo'shnilaringiz bordir. Yoki o'zingiz ham bir paytlar nafaqangizni butunlay yechib olish xavfi ostida yashaganmisiz? Izohlarda o'sha og'ir kunlarda qanday tirikchilik qilganingizni, qanday qilib bir tiyinni ikkinchi tiyinga ulaganingizni, qancha mehnat stajiga ega ekanligingizni yozib qoldiring. Sizning hayotiy tajribangiz boshqalar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Keling, birgalikda bu muammoni hal qilaylik va hech kimni yolg'iz qoldirmaylik. Shuningdek, aziz do'stlar, kelajakda shunday muhim huquqiy o'zgarishlarni, pensiya va ijtimoiy himoya borasidagi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning huquqiy savodxonligingizni oshirishga xizmat qiladi va sizni har doim qonun bilan bog'liq eng dolzarb masalalardan xabardor qilib turadi. Keling, avvalo yaqin 60dagi vaziyatni eslab o'taylik. O'tgan yili, afsuski, ko'plab keksa avlod vakillari uchun og'riqli bir muammo avj oldi. Gap shundaki, ba'zi pensiya oluvchilarning plastik kartalardan, to'lanmagan kreditlar, jarimalar, kommunal xizmatlar uchun qarzlar kabi sabablar tufayli majburiy ijro byurosi tomonidan pensiya mablag'lari avtomatik ravishda to'liq yechib olinardi. Tasavvur qiling, bir inson butun oy davomida shu pensiya hisobidan yashashni reja qilgan, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar uchun ajratgan mablag'i bir zumda nolga tushib qolardi. Bu vaziyat albatta keksa insonlarni og'ir ahvolda qoldirardi, chunki ularda boshqa daromad manbai bo'lmasligi mumkin edi. Ayrim hollarda pensionerlar bir necha kunga och qolib ketishga majbur bo'lishganini eshitganmiz. Bu holat nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham ularga katta zarba berardi, jamiyatda adolatsizlik hissini uyg'otardi. Hukumat ham bu muammoga befarq qolmadi, albatta. Chunki ijtimoiy adolat tamoyillari har qanday davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa keksa avlodni himoya qilish bizning burchimiz. Mana shu og'ir vaziyatni inobatga olgan holda, nihoyat kuchli va adolatli bir yechim topildi. 2026-yil fevral oyining 16-sanasida e'lon qilingan muhim farmon bilan hukumat pensiya oluvchilarning himoyasini qonuniy jihatdan sezilarli darajada kuchaytirdi. Bu farmon nafaqaxo'rlar hayotida tub burilish yasadi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi qat'iy qoidalar joriy etildi. Har qanday majburiy undiruvlarda, yana qarzni yechib olish jarayonida, pensionerning hisobida hech qachon tegmaslik kerak bo'lgan ma'lum bir miqdordagi pul saqlanib qolishi shart. Bu miqdor minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lmasligi kerak. Hozirgi kunda bu summa 669 ming so'mni tashkil etadi. Bu degani qancha qarz bo'lishidan qat'i nazar, pensiya oluvchining minimal ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan ushbu summa uning hisobida qolishi kafolatlanadi. Bu juda muhim o'zgarish, chunki endi hech bir pensioner oziq-ovqatsiz, dori-darmonsiz qolmaydi. Minimal iste'mol xarajatlari degani, bu bir insonning sog'lom turmush tarzi uchun zarur bo'ladigan oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal xizmatlar va boshqa kundalik ehtiyojlar uchun sarflanadigan mablag'dir. Bu miqdor doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilib, mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgarib turadi, albatta.
Bundan tashqari farmonda yana bir muhim qoida belgilandi. Har qanday sharoitda ham pensiya hisobidan bir oylik ushlab qolinadigan umumiy summa hisoblangan pensiyaning 50% dan oshmasligi kerak. Ya'ni agar pensiyangizdan qarzlar sababli pul yechib olinadigan bo'lsa ham, bu faqatgina pensiyangizning yarmiga ta'sir qiladi. Qolgan yarmi sizda qoladi. Bu ham juda muhim himoya mexanizmi, chunki u nafaqaxo'rlarga oz mablag'larni boshqarishda ma'lum bir erkinlikni saqlab qolish imkonini beradi. Endi majburiy ijro byurosi yoki boshqa undiruvchi organlar pensiya oluvchining butun pensiyasini yechib olish huquqiga ega emas. Bu cheklovlar qonun darajasida mustahkamlangan bo'lib, ularga rioya qilish majburiydir. Ushbu farmon orqali davlat o'zining ijtimoiy siyosatini yana bir bor namoyish etdi va keksa avlodga bo'lgan g'amxo'rligini amalda ko'rsatdi. Bu nafaqat moliyaviy himoya, balki ularning qadr-qimmatini tiklash, ularga jamiyatda xotirjamlik va ishonch berish demakdir. Xo'sh, aynan qaysi toifadagi pensiya oluvchilar ko'proq xavf ostida qolishi mumkin edi? Birinchi navbatda bu bank kreditlari bo'yicha qarzga ega bo'lganlar. Ko'pincha kreditni uzoq muddatga olgach, hayot sharoitlari o'zgarib, uni to'lash qiyinlashadi. Ikkinchi toifa bu kommunal xizmatlar, masalan, gaz, svet, suv, uy-joy kommunal xizmatlari uchun qarzga ega bo'lganlar. Ba'zan yillar davomida to'lanmagan kichik miqdorlar katta summalarga aylanib ketishi mumkin. Uchinchidan, turli ma'muriy jarimalar, yo'l harakati qoidalari buzganlik uchun to'lanmagan jarimalar ham pensiyadan undirishga sabab bo'lishi mumkin edi. Bu holatlarda MIB avtomatik ravishda pulni yechib olish vakolatiga ega edi. Albatta, qarzni to'lash kerakligi haqida ogohlantirishlar berilardi, lekin ko'pincha pensiya oluvchilarning barchasi ham bu ogohlantirishlarni o'qib, tushunib yetmas edi, yoki ba'zan shunday holatlar bo'lardiki, ular haqida xabardor qilinmasdan turib ham ijro ishi boshlanib ketardi. Aytgancha, siz nima deb o'ylaysiz? Bu yangi qonuniy choralar keksa avlodimizni to'liq himoya qila oladimi? Yoki hali ham takomillashtirish kerak bo'lgan jihatlar bormi? Fikr mulohazalaringizni izohlarda kutib qolamiz. Sizning ovozingiz muhim. Ayni paytda ba'zi pensiya oluvchilar uchun pensiya miqdorlari oshirilishi ham mumkin. Bu odatda mamlakat iqtisodiyotining o'sishi, inflyatsiya darajasini hisobga olish va aholining turmush darajasini yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi. Hukumat ijtimoiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri bu har bir fuqaroning, ayniqsa himoyaga muhtoj qatlamlarning farovonligini ta'minlashdir. Pensiya miqdorlarining oshirilishi aholining xarid qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Lekin bugungi videomizning asosiy mavzusi pensiya oshirilishi emas, balki uni saqlab qolish mexanizmlari ekanini unutmang. Muhimi shundaki, hatto pensiyangiz oshirilsa ham, u qarzlar sababli butunlay yechib olinishi mumkin emas. Xo'sh, endi vaziyatdan qanday chiqish va o'zingizni qanday himoya qilish kerakligini ko'rib chiqaylik. Birinchi va eng muhim tavsiya: agar sizda qarzlar bo'lsa, ularni inkor etmang. Balki MIB bilan yoki kredit tashkilotlari bilan yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar bilan bog'lanib, qarzni bo'lib to'lash imkoniyatlarini muhokama qiling. Ko'pincha ular sizning vaziyatingizni tushunib, qulay to'lov jadvalini taklif qilishlari mumkin. Bu albatta sud ijrochisi tomonidan majburiy undiruvga nisbatan ancha foydali bo'ladi. Ikkinchidan, o'z huquqlaringizni biling. Endi sizga taalluqli bo'lgan qoidalarni eslab qoling. Minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lmagan summa har doim hisobingizda qolishi kerak va umumiy ushlab qolinadigan summa pensiyangizning 50% dan oshmasligi kerak. Agar sizning pensiyangizdan bu qoidalarga zid ravishda undiruv amalga oshirilayotgan bo'lsa, siz zudlik bilan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Uchinchidan, bank kartangizdagi harakatlarni muntazam ravishda kuzatib boring. Simiz xabarnomalar xizmatiga ulaning yoki bank ilovalari orqali hisobingiz holatini tekshirib turing. Agar noqonuniy undiruvni sezsangiz, darhol tegishli organlarga murojaat qiling. To'rtinchidan, barcha qog'ozlarni, to'lov kvitansiyalarni, shartnomalarni saqlang. Bu hujjatlar sizning huquqingizni isbotlashda va e'tiroz bildirishda asqotadi. Hujjatlarning tartibli bo'lishi har doim sizning foydangizga ishlaydi. Beshinchidan, agar o'zingiz muammoni hal qila olmasangiz, malakali yuridik yordamdan foydalaning. Biz kabi huquqshunoslar sizning holatingizni ko'rib chiqib, to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz mumkin. Ba'zan birgina maslahat katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, endi hech kim sizni butunlay mablag'siz qoldira olmaydi. Sizning huquqingiz himoyada.
Ammo savol tugiladi. Bu yangi himoya mexanizmi sizning shaxsiy hayotingizda qanday aks sado beradi? Endi nafaqangizdan yarmi tortib olinsa ham, qolgan qismi bilan hayotingizni qanday davom ettirasiz? Minimal iste'mol xarajatlari 669 ming so'm ekanligini hisobga olgan holda, bu summa siz uchun yetarlimi? Fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Sizning javobingiz, sizning tajribangiz boshqalar uchun yorug'lik bo'ladi.